$79.500 ikkita uyimizni sotuvga chiqdi. Faqatgina korobka holatida. Ayniqsa, o'rtoqlar, aka-ukalar olib, remont qilib, ta'mirlab, chiroyli uy qilsanglar bo'ladi. To'g'rimi? Manzilimiz Sergeli Yangihayot Chortoq mahallasi. Mahalla tinch. Gaz, svet, suvdan hech qanaqa muammosi yo'q. Dokumentlari, kadastrlari ham esa joyida turibdi. Kelsanglar sizlarga kelishtirib beradigan joy ham bor. Hozir tushuntirib beraman. Qarang, bu kirib kelish yo'liga. Bu birinchi uyimiz. Orqa hovlisi 10 metr bo'ladi. O'rtadan devor uriladi. Darvoza qo'ysanglar ham bo'ladi. 2 sotuv, 2 qavat, 6 ta xona, oshxona va yerto'lasi ham bor ekan. Ikkinchi uyimizni ko'rishingiz mumkin. 2-3 sotuvga tushgan 2 qavat, 5 ta xona, oshxona va yerto'lasi ham bor. Kelsanglar tepasida gaplashamiz, yana anchagina sizlarga kelishtirib beramiz. Shu videomizni yaqin do'stinglarga yoki yonma-yon qidirgan do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Hammamiz uchun manfaatli bo'ladi. E'tiborchi rahmat, omon bo'linglar.